Samomoykalarda shu ketma-ketlikda mashinangizni yuvadigan bo'lsangiz, ancha pul tejab qolasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, foydali bo'ladi. Juda ham ko'pchilik shofyorlar samomoykadan noto'g'ri ketma-ketlikda foydalanishadi. Men sizga hozir samomoykadan to'g'ri foydalanish haqida tushuntirib beraman. Har qanday samomoykaga borganingizda, eng avvalo mashina yuvish bo'limidagi devorda ilingan qog'ozga e'tiborli bo'ling. Mana masalan, tepamdagi yozuvga qarang. Unda pena, nano shampun, aktivniy ximiya deb yozilgan. Demak, chap tomondagi pistoletdan faqatgina shu vositalardan, o'ng tomondagi pistoletdan esa past, o'rta, yuqori bosimli osmos suvi va voskdan foydalanishingiz mumkin deb yozilgan. Keyingi o'rinda esa mashina poliklarini olib qistirg'ichlarga ilishni unutmang. Juda ham ko'pchilik shu narsani unutib qo'yadi. Navbat apparatdan foydalanishga keldi. Birinchi o'rinda mashinamizga aktivniy pena sepamiz va mashinadagi kirlar yaxshi erishi uchun 2-3 daqiqa kutamiz. Shu orada poliklarga ham sepish esdan chiqmasligi kerak. Aktivniy penadan so'ng oddiy pena sepamiz va u ham yaxshi reaksiyaga kirishishi uchun 1-2 minut kutamiz. Uchinchi o'rinda esa mashinaga osmos voda, ya'ni past bosimli osmos suvini sepib chiqamiz. To'rtinchi o'rinda oldinda yomg'irli, qorli kunlar bo'lganini hisobga olib, mashinani chang va kirlardan saqlash uchun vosk sepamiz va 1 daqiqa kutamiz. 1 daqiqadan keyin o'rta bosimli osmos suvini mashinaga yaxshilab sepib, yuvib olamiz. 6-o'rinda esa mashinani quritish maydoniga olib o'tib, yaxshilab artib quritib olamiz. Shu joyda foydali ma'lumot. Agar siz shoshilib turgan bo'lsangiz, mashinani artmasangiz ham bo'ladi. Sababi osmos suvda yuvilgan mashinada artib quritilmaganda ham hech qanday dog' qolmaydi. Shu joyda bonusli ma'lumot: Lux Carwash moykamizda mashina yuvgan har qanday mijozlarga balon qoraytirish va changyutgichdan foydalanish mutlaqo bepul. Va eng so'ngida 5000 so'mga mashinadan noxush hidlarini yo'qotib, salonni shirin iforli qilish uchun Suxoy tuman apparatidan shu yerni o'zida foydalanishingiz ham mumkin. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, videoni saqlab olib, ulardan foydalaning. Bu videoni esa mashinasi uchun yaxshi moyka izlab yurgan tanishlaringizga hoziroq yuborib qo'ying.